Assalomu alaykum, Jadar Cars YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Bugun obzorimizga bozor bo'yicha o'zining narxini ushlab kelayotgan hamda 30 ming dollar atrofidagi mashinalarning ichida oilaviy yurish uchun, bemalol oilaviy harakatlanish uchun 3 qatorli bo'lgan avtomobil Leapmotor C16 ni 2 DOV versiyasini olib kelib qo'yganmiz. Ya'ni gibrid, to'laqonli, ham tokda, ham benzinda harakatlanadigan avtomobil. Zapas xodi 1100, zavod tomonidan berilayotgani tokda 200, benzinda harakatlanadigan bo'lsa 900, aralash siklda 1100 km zapas xodiga ega bo'lgan avtomobilni olib kelib qo'yganmiz. Lekin O'zbekiston sharoitida realniy yurish masofasi 850 dan 950 gacha yurib beryapti hozirgi paytda. Xo'p, avtomobilning eng qiziq joyi narxini aytib o'tib ketamiz. Narxini aytishimizdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Avtomobil narxi 29900 so'ralyapti. Bizning kanaldan telefon qiladigan bo'lsanglar, yana ham narxini kelishtirib, sunnatga muvofiq o'tib beriladi. Finalishida tayyor. Undan tashqari bir kun ichida shot spravkani o'sha yarim soat yozib bersada, siz pulini to'laydigan bo'lsangiz, shot spravkali 3 yilga 120 ming garantiyali bo'ladi. Avtomobilning old faralari to'laqonli LED optika bo'ladi. Oldi qismini o'zida bitta, ikkita, uchta, u yoq qismida 3 ta, общий hisobda oldi orqasida 12 ta sensor sezuvchi parktronik datchiklari bor. Bu yoq tomonda 360 gradus kamera uchun ishlab beradigan oldi kamerasi, kapoti ostida 1,5 litrli atmosferniy motor bo'ladi. Diska balon razmerlariga keladigan bo'lsak, hop, diska balon razmerimizni adashmasam bu komplektatsiyasida 245-45R21 razmerda diska balonlar turibdi. Avtomobilda to'laqonli 360 gradus kamera, bokovoylarda slipoy zonalari bor. Xo'p, yili 2025, yangi bez probeg, primoy o'zingizlarning nomingizga chiqadi, bez ключевой dostuplari bor. Salon ichki interyerlari oranjiy rangda bo'ladi. Buni to'liq skladdan olib turib video qilayotganimiz uchun salonlari ozgina kir bo'lishi mumkin. Unisiga e'tibor qilmaysizlar. O'sha salonlarida mana sidenalari to'laqonli elektroprividda 6 bosqichda ligirovka bo'ladi. Ya'ni tepaga, pastga, oldinga, orqaga, undan tashqari spinkasini o'zi ham oldinga, orqaga ligirovka bo'ladi. Xo'p, 4 tali sidenasi isitadi, sovutadi, rulda podogrefi bor, bu yoqda Face ID'si bor. Undan tashqari bu yoqda taxometr uchun tablo qo'yilgan, 14.6 dyuymli multimedia pribori bor. O'zini NFC kaltlari bo'ladi, besprovodnoy zaryadkalari, pastsakanlik, chuqurgina bari bo'ladi. Bemalol narsalarni joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. C16 ni yana bitta yaxshi tomoni, Dongfeng 008 larda bu yoq qismida bardachogi bo'lmaydi, lekin Leapmotor C16 da bardachoklar bor. Bemalol bu yoqga ham o'zingizlarning narsalarni solib qo'ysanglar bo'ladi. 4 tali sidenasi isitadi, sovutadi. Bu yoqdan bemalol o'sha o'rindiqlarning ligirovkasini, ya'ni isitish, sovutish, konditsioner upravleniyalari, undan tashqari rejim vayjenalarini ham ishlatsanglar bo'ladi. Tushunishingiz uchun bu yoqda rus tilida qo'yilgan, bemalol, misol uchun Xitoy tilida yoki ingliz tilida emas, tushunishingiz ham oson bo'ladi. Xo'p, ichki salon interyerlari juda ham keng, bemalol o'tirib harakatlanansanglar bo'ladi. O'sha avtopilotlar bor, adaptivniy kruiz kontrollar bo'ladi. Ya'ni adaptivniy kruiz kontrol yoqqan paytingizda mashina tormozni ham, gazni ham o'zi boshqarib keta oladi, faqat u polosali yo'llarda ishlaydi. Undan tashqari o'zida avtoparkovkasi bor. Ikkinchi qatorga keladigan bo'lsa, ikkinchi qatori juda ham keng, razdelniy bo'ladi. Ya'ni kapitanskiy alohida joylashgan. Bu yoq tomonda o'zini o'sha ikkinchi qator uchun hamda uchinchi qator uchun ko'rib ketishligingiz uchun o'zini monitori bor. Buni faqat ligirovkasi qo'lda yopilib ochiladi. Mana bu knopkani bosadigan bo'lsa, bu tushadi. Qo'lda ozgina yordam bera olsangiz, bu monitori ochilib beradi. Undan tashqari ikkinchi qatori o'zidan bu yoqdan klimat kontrol ligirovkasini boshqarsa bo'ladi. Sidenalarni, o'sha abduf abogreflarni ikkinchi qatordan yoqsa bo'ladi. Ikkinchi qator uchun USB portlar ham tashlab ketilgan. Bemalol telefonni zaryadlab ketsa bo'ladi. Bu yoq tomonda notebooklarni joylashtirish uchun joyi ham bor. Bemalol orqada ketayotgan odam notebooklarni qo'yib, o'zini ishini bitirib ketsa ham bo'ladi. Xo'p, 3-qatoriga o'tib o'tirmaymiz. Sabab bu yoqda 3-qatorda sidenalari narsa qo'yib qo'yishdi. 3-qator aslida detskiy qator hisoblanadi. Ya'ni 10 hamda 12 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Orqa tomonlariga keladigan bo'lsak, o'sha trendga aylangan mono qosh bilan jihozlangan. Ko'pchilik buni Leapmotor haydamaganlar, Leapmotor ko'rmaganlar bagajini ochishni tushunishmaydi. Men o'zim ham birinchi marta ko'rganim, tushunmaganman, lekin bagaji mana bu yoqdan ochiladi. To'laqonli elektroprividda bo'ladi. Bitta bosadigan bo'lsa, bagaji ochilib beradi. Boya aytib o'tganimizdek, orqa tomonlarida ham sensor sezuvchi parktronik datchiklari bor. Parkovka qilayotganingizda yoki orqangizdan mashina kelayotganda bu parktronik sensor sezuvchi datchiklari salonning ichiga xabar beradi. Ya'ni ovoz orqali xabar beradi. Bu knopkasini bosadigan bo'lsak, mashinamizning bagaji yopiladi, to'laqonli elektroprividda hisoblanadi.
Qadolar juda ham yumshoq, наличиеda tayyor, qora ranglardan bor deyishyapti. Endi boshqa oq ranglardan ham bo'lishi mumkin. Telefon qiladigan bo'lsanglar, narxini yana ozgina kelishtirib qilib berishadi. Bir kun ichida shu spravka bilan xarid qilib haydab olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Kimga shu turdagi avtomobillarning obzorlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsanglar, imkon qadar sizlarga qiziq bo'lgan avtomobillar obzorlarini tayyorlab video qilib chiqarishga harakat qilamiz.